Timur Kapadze terma jamoadan ketdi va Fabio Cannavaro bosh murabbiyga aylandi. Ha, bu sodir bo'ldi va shu paytda Hazrati Umar roziyallohu anhuning bir gaplari yodimga keldi. Yaxshilik qilgan insonlaringdan zarba olishga tayyor tur, chunki manfaat tugagan joyda nonko'rlik boshlanadi. Bu aynan Kapadze va terma jamoa o'rtasida sodir bo'ldi. Chunki Ufa Temurni Katanes iste'fo talab qilgan payt chorasizlikdan ne qilarini bilmay taklif qilib olib kelgandi. O'sha paytda Kapadzedan boshqasi termani qabul qilmasdi. Sababi oddiy, hech kim chala qolgan ishni qilishga kelmaydi. Hattoki hozir kelgan Cannavaro ham. Chunki yangi kelgan murabbiy bilardiki, jamoani mundialga olib chiqolmasa malomatga qolishini. Lekin o'sha paytda Kapadze aynan shu muammolar va katta mas'uliyatni o'z yelkasiga olib jamoamizga keldi va bizni mundialga erishtirdi. Bugungi kunda Timurga iste'fo berildi va murabbiylik faoliyatida hech nimani qo'llatmagan Cannavaroga kursini topshirdik. Mayli, hammasi yaxshilikka, balki bu risk o'zini oqlar, lekin Kapadzega nisbatan qilingan adolatsizlikni har qaysi yaxshilik bilanla yopa olmaymiz. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.